Kino olami sahifasi yana sizlar bilan birga. Bugun 2024 va 25-yillarda katta ekranlarga chiqqan va kino ishtiyoqmandlarining yuqori baholariga sazovor bo'lgan filmlar haqida ma'lumot berib o'tmoqchimiz. Demak, boshladik. O'g'rilar izidan 2018-yilda ekran yuzini ko'rgan jangari filmning davomi Pantera nomi bilan muxlislar e'tiboriga havola qilingan filmdagi voqealar birinchisining mantiqiy davomi sifatida rivojlanadi. Syujet markazida avvalgidek Los-Anjeles politsiyasining saralangan bo'linmasi boshlig'i Nik O'Brayen bu safar u Yevropada Donning izidan boradi. Donni o'z navbatida sheriklari bilan dunyodagi eng yirik olmos birjasini o'marishni maqsad qiladi. Nik esa jinoyatni oldini olish uchun ular safidan joy olishni rejalashtiradi. Jangari sahnalarga boy filmni bevosita ko'rib, bundan zavq olasiz degan umiddamiz. Hajviy sahnalarga boy jangari filmlar ko'pchilikka ma'qul keladi. Yana ishga qaytib kinofilmi Matt va Ellie turmush qurishni maqsad qilishadi. Nazoratdan chiqib ketgan topshiriqdan so'ng ular o'zlarini go'yoki aviahalokatda qurbon bo'lgandek ko'rsatishadi. 15 yil o'tgach ular baxtli oila sifatida shahar chetidagi hovlisida ikki farzandni ulg'aytirishadi. Kutilmaganda bunday niqobdan ayrilgan qahramonlardan eski dushmanlari qasos olishga o'tadilar. Shu bois ular yana qo'liga qurol olib, o'zi va farzandlarini himoya qilishga majbur bo'ladilar. Ishga qaytishga majbur bo'lgan qahramonlarning g'aroyib sarguzashtlarini siz ham o'tkazib yubormang. Yashirin ittifoq haqqoniy voqealarga asoslangan ajoyib triller. 1983-yili FQB agenti Terry Hatch hududdagi banklarda pul o'g'irlanishida bitta to'dani qo'li borligini aniqlaydi. Qalbaki pullar mamlakat shimoli-g'arbidagi qo'poruvchiliklarda ham aynan ular aybdordek tuyulardi. Hatch esa bu jinoyatlar odatiy uyushgan to'dalarning ishi emasligini isbotlashga urinib ko'radi. Keskin fikrlar va qarashlar tarafdori bo'lgan Robert Matthews jinoiy to'daga yetakchilik qiladi. Ular hukumatga qarshi kurashni boshlash niyatida bo'ladilar. Biroq huquq-tartibot idoralari vakillarining matonati tufayli qo'poruvchilar yo'liga to'siq qo'yiladi. Voqealar rivoji ko'zingizni ekrandan uzishga yo'l qo'ymaydigan film sizda ham ijobiy taassurot qoldirishi aniq. Odisseyning qaytishi Gomer qalamiga mansub asarning yangicha talqini. 20 yillik sargardonlikdan so'ng Odissey Itakaning sohilida uyg'onadi. Qirol va nihoyat uyiga qaytdi, lekin Troya urushiga ketganidan buyon uni yurtida keskin o'zgarishlar ro'y bergandi. Uni sevimli rafiqasi Penelope o'z qasrida asiraga aylangan. Ko'p sonli qalliqlar esa uni turmushga chiqishga undab kelishmoqda. O'z oilasini qutqarish uchun qahramon o'tmishga nazar tashlashga majbur bo'ladi. U qo'liga qurol olib yana yurtiga hukmron bo'lishga intiladi. Tabiiyki, yakunda u o'z maqsadiga erishadi. Jackie Chan ishtirokidagi yana bir hajviy film Panda operatsiyasi. Filmda mashhur aktyor o'zini o'ynaydi. Taniqli kino yulduz Jackie Chan orolda joylashgan zamonaviy istirohat bog'iga borish uchun vaqt topadi. Unga panda bolasining vasiysi bo'lish taklif etiladi. Aktyordan tashqari orolga kutilmaganda o'g'rilar ham yetib kelishadi. Ular badavlat mijozining xohishi bilan pandani o'marish niyatida. Jackie Chan uning to'pori menejeri hamda bog'ning jasur xodimasi pandani himoya qilish uchun bor kuchini sarflashadi. Yakkama-yakka jang san'ati ustalarining g'aroyib harakatlari hajviy sahnalarga boy film keksayib qolgan, lekin hali ham chapdast bo'lgan aktyorning muxlislariga manzur bo'lishi aniq. Bu kino olami sahifasi edi. Keyingi dasturlarda ko'rishguncha omon bo'ling.